hozirgi bo'ladigan taronalar, navolar, mana shu yuksalish erini eng suyukli erkatoy hofizlardan biri Farojon Norboyevni yonimizga chorlaymiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xudo olsa, yaxshi kayfiyat sizlarni aslo tark etmasin. Bayramona kayfiyat mana shu xalq o'rtasiga birdamlik, do'stlar o'rtasiga chiroyli hamjihatlik, yelkadoshlik, sir asrorlik aslo ko'tarilmasin deymiz. Do'stlar uchun maxsus navo tarona, demak, Farruxjon Norboyev tomonidan kuylashga, jazmni ishga tayyor shadirdi. Xudo olsa, shundalar bor, senga lutfaylab do'stman deya qo'lin tutarlar, lekin har zum qadaming poylab xato qilishingni kutarlar. Ilohim, oramizda xato qiluvchi do'stlardan Allohim sizni bizni Xudo olsa umrimizni so'nggi lahzalargadir Allohim o'zi asrasin. Hammamizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Kimki yaxshi niyat tilagan bo'lsa, oila, ro'zg'or, bosh, sog'lik, salomatlik hammamizni boshimizda omon bo'lsin deymiz. Umr boqiy sog'liklardan Xudoyim ato etgan bo'lsin deymiz. Ota-onamiz baxtimizga, bolalarimiz, oilamiz, yaqinlarimiz, jigarlarimiz sog' salomat bo'lsin. Demak, maxsus navo, hammamiz kutgan, bilgan navo, Temurlar jamoasi uchun maxsus kutilgan tarona, hit tarona. Bandaman Farruxjon Norboyev. Hadi usta boş basın diye yeter. Sarsamazlar. can bilatar bendemen Mihri revşendil dikitar bendemen Mihri revşendil dikitar bendemen Görgeli yüzün gülistanım gözün Zavk birle gül dikil kur hendemen Zavk birle gül dikil kur hendemen
sen bizler Abizi çağıradık ben bendemen Abizi çağıradık ben bendemen